Hörmətli tamaşaçılar, yaxşılıqqa yaxşılıq күрсәтү imanlı kişilərinin mehribanlı buluğu nindi күркәм ғәмәлдір. Бигрәк тә айрым din һәм милләт вәкилләренә карата мөләйим вә ярдәмчел булу инсаниятның югары нуктасыдыр. Начарлыкларны игелек белән үткәрү, наданлыкка наданлык белән җавап бирмәү кешелек күгенә күтәрелер өчен мөһим баскыч булып тора. Шуны онытмаска кирәк, кешенең гамәлендә аның холкы чагылыш табар. Шуңа күрә таш белән атканга һәр вакыт аш белән атсак, әлеге кешеләр бу начар гамәлләрен ташлау турында уйланырлар бәлкем. Хөрмәтле тамашачылар, начарлык кылу табигатьләренә әверелеп, игелекнең ни икәнен дә белмәгән бәдбәхетләрнең иртәме соңмы моның җәзасын күрәчәкләренә инанып, артык борчылмаска кирәк. Balamında mı? İyi, en iyisi. Senin de köylü turmuşunu buzduk eti. Ol nindi söz kızım. Tağın koya varır idiniz. Kuyşinu kızıgısından kutulgaç barısı da retlenir. Barık kıvırasın mı ne kızım? Meryem, yana ipteşler taptın mı kızım? Bek Irak'a gitmeye mi kızım? Onları yine tabalmazsın. Tizden retlenir eli kızım. Amin birok. Әтисінің өлімін көргәннән бирле сөйләшмәс булды. Бәлкем ondan соң bir de. Tabiplerini işittin bit kızım. Bu ötken hallerini bik ağır kişire tüzeler ol deyler. Haydi, birişme, kolga al özünü. Sen naq bulurga teyişsin. Әне, шушы бала. Әтисе жер титрәвендә үлгән. Әнисе белән бергә бабасы янына урнашканнар. Яклаучысыз димәк. Яхшы, артыннан йөрүче булмаса алайса. Kilelim de. Meryem! Meryem! Şeker. Kimlersiz? Bak git. Jiberigіз! Jiberigіз anı! Meryem! Meryem! Jiberigіз anı! Ravza! Meryem! Ravza! Ne buldu kızım? Nurladılar! Meryem'i nurladılar! Tukta kızım, tukta. Balam! Tınışsan diyeyim, tınışsan. Kim buldu son Birer nersaşla! Balam! Tukta balam, bilir biz hazır, bilir biz. Birer Kızım, nersaşla! tınışsan. Kim buldu son bulara? Kim buldu son bulara? Diktör, şebölenme, tıpırşınma. Πήγαμε στον Ομάρη για να γίνουν τα πράγματα μελλοντικά καλύτερα, όπως λειτουργούν τα άλλα τα σφαγεία, να λειτουργήσουν. Τι κάνει η δημοσιότητα, κύριε Τζότση? Υποστηρίζουν, είναι μεγάλες, τόσο ώστε δεν μπόρεσε. Binalar hem halk yanınarak bargaç alarının aşı tavuşlarını iştesiz. Ey tuğ iskenci. Әлеге зилзилә күп кешенең бәгыренә хәнҗәр кадады бит Дмитрий. Yarı jimirilgen, nişlerge bilmegen şerefsiz kişilerin Ey, mektep bakşaları. Barып булса инанда. Уйлап кара әле, Дмитрий. Безнең яшьлек хатирәләребез анда үтте. Ey. Ник, Cevdet, Ahmet. Alarını yeniden kuru nasip olur mu iken?
Yarar endi, Dmitriy. Tag'in yig'iysan hozir. Ayda, oshing so'lmasin. Ne işlem endi? O'zing esga tushirding bit. Zilzile qayg'isini xalqaro organ mafiyasining qonsizligida ustaldi. Şuşu butalçıqdan faydalanıp yetim qolgan balalarını urlagan jinayat bandalari iminlik güçlerini qo'zg'altdi. Urlangan balalarning soni ortuğunu bildirgan javobli kishilar xalqni uyav bo'lirga chaqiralar. Yati anisiz qolgan balalarni turli jinayat ishlarida qo'llanir uchun yig'inlar ochiqlangan. Xabarlar bormi, komissar efendi? Fotolarni barliq bo'laklarga taratdim. Inshaalloh natijasi bo'lmaycha qolmas. Kim ne için urlarga mümkün onağımni? Kim gen indi naşarlığımız degan? Qizig'izning eshituvini tilamadim. Lekin sizga aytirga tegishmin. Maryamni urlovchilar organ mafiyasi bo'luvlari bek mumkin. Narsa? Demek Meryemni hazır Xudoyim. Inshaalloh durust farazlamaybizdir. Lekin biz o'ylagancha bo'lsa butun narsaga azir bo'lirga tegishsiz. Yarar. Rahmat, komissar efendi. Sağ bo'lasiz. Yana eshik ondati. Izdeyler qizim. Xabar etashaklar. Hayda, uyga qaytaylik biz. Borshilma. Tabarla. Yarar xo'jam. Signozdiq. Hozir Gretsiyada biz. Narsa? Yo'q. Berninni problemada chiqmadi. Yarar. Bek zo'r xayla bilan yengilchasizdik. Yarar. Shikni shulay yengil o'zasi bizni bilgan bo'lsam, bir ikki qopshiq narkotik tegan bo'lar edim. Barillarni niqlab yaptın ish. Bolalar uyana boshlaganlardir endi. Borshilma oshalmaylar. Yarar. Hozir qoida biz deb yig'laylardir hali. Sağ bol. Yo'llar nachar bunda. Qizim, bola berishga yaramaydi. O'zingni qo'lga olib berishma. Hech cheksiz qaytachaq ol. Ularni bek belakayatayım. Bek kishkina. Oğali bir narsa bo'lsa men nechuk yasharman. Otasining amanatini o'tay olmadim. Saqlay olmadim. Qizim. Bulay qo'l qo'shirib tek o'tira olmayman. Izlayashakman. Kerak ekan barliq o'ramlarni, tiqiriqlarni yurib chiqashaqman. Qo'yan kelib tushdi bu? Üstün tegarab tushgandir. Ishinde narsa bor ekan? Oshali. Saq bo'l. Baba, bola iş bu. Shiqariq. Xo'shdan yozgan bu. Ayda, uyga kirik. Xayrli kunlar. G'afu etiniz, bu fotodagi qizni bilmaysizmi? Yo'q efendim. Ondi bola xostaxona bizda Qizim, ayda boshqa yerga boraylik. Xayrli kishlar. Xayrli kishilar. Bu balani bilmaysizmi? G'afu etiniz, bu balani ko'rganingiz bo'lmadimi? Yo'q, bir de ko'rganim yo'q.
Miskin bola. Neler ko'rdi ekan boshqalar. 2 kun endi o'ngina kelmay bolaqay. Dürüsün aytganda men de birini anglamadim. Әтиянisi munda mikansun. Belkim bola olarni yo'qotgandir. Olay sattiga boralgan nechik kirgansan? Uyana. Qo'rqma bolam, qo'rqma. Deymaymiz biz senga. Haling nechik qizim? Biror yering og'ritmaymi? Sening isming Maryammi? Mundan ishga kelakdin so'ng. Nega söylashmaysan bolam? Dmitri. Bu balani qulog'i eshitdi, lekin сөйләшә алмый. To'xta bolam, to'xta. Qo'ya berasan. Yarar qizim, bo'ldi bolam, yig'lamayman. Uyingga qo'ytashaqsan. To'xtali. Әтияning mundami sening? Turkiyadami? Turkiyaning qaysi yerinde? İstanbul'dami? Bik kichkina ali Dmitri. Ayta olmay. Eteningni bikda sog'indingmi? Lekin bulay ishlasang, aninglik burchilar, uldajilar onlari. Yılama kızım. Uçurashırsiz aning bilan. Men senga so'z beraman. Ayda yo'qla bolali qizim. Ayda yot. Yotda yo'qla qizim. Bishara bola. Hozir nishimiz endi Dmitri. Bu bola nisha qaydirganini сөйләшә дә алмый. Bilmayman endi nisha ekan. Politsiyaga xabar etik. Yo'q, kerakmi. Bürokratiyani bilmaysingmi, Yelen? İki orada diplomatik xatlar tigisimisi deganday. Bolaning oilasi bilan qovushuvi oylarga cho'ziladi. Qizg'anish bit, bigrak kichkina. Bit ismingni nima bilamiz? Nishlargasan? Bu bolani o'zim olib qaytam, Yelen. Boshqa choramiz yo'q. Sen shunday aytasanmi? Turkiyaga borasanmi? Uylarining qo'ydalig'ini kim bilan? Nechik tobarsan? Ahmad baranda. Ko'rishimiz, jon do'stimiz. Hech shiksiz birar nechik bo'lishir. Olay qaramaydi Yelen. Bu bola turk suvlarini ichgan, havosin sulagan. Tug'an tufrag'im degan yerning bolasi bit bu. Durust aytasan. Bor sen bor. Etenisi bilan qovushsin bolaqay. Bor. G'afur etarsan qizim. Bu balakash sening bolangmi? Әллә biror yerda ko'rdingizmi uni? Zinhar ishini aytdingiz. Maryamimni ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Bizning qo'shnining qizini o'xshatdim. Ko'rsangiz xabar eting zinhar. Albatta qizim. G'afur et. Mana keldik, ko'rdingmi? Manda oyoq bosqach qolgani yengil bo'lar. Tangrim nechik tobarar ekan.
Мәгүз абый. Рахмат. Ayda, kel qizim. Sizga o'ngishlar abay. Rahmat. Soq yur bolam. Xayrli kishlar komissar efendi. Biror xabar xatar bormikan deb kelgan edi. Ne qizg'anish haliga xabarlar yo'q. Qachon xabar bo'lirga mumkin, bilmaysizmi? Turli danuslar bo'lsa da tugal narsa aytuvi bek qiyin. Mana biz ilik yashagan yer shusha. Tagында qunaqxona bor. Borib qaraygal. Bo'lmadi Mahmud. Saqlayolmadim bolamizni. Tortib oldilar qo'limdan. Tutolmadim. Amanatingni o'tayolmadim. Qafoyt meni. Tangrim, zinhar uchun yordam et bu bolaga. Zinhar uchun. Qarala siyonilar olib keldim. Damne bosharsın yarayma. Sürteli boshda bu ko'z yoshlaringni. Yo'q, hozir endi bir olmaysan. Men hozir Ahmadga boram. Ul bizga bo'lishir. Anglaysizmi? Meni de hozir jalatasın bit endi bolam. Birde qo'yg'irmaymi? Borisi da yaxshi bo'lashaq. Oilangni topgancha sening bilan bo'lam. Yaraymi? Haydi. Sürteli ko'z yoshlaringni. Seyingnish, tinchgina o'tiryapmi? Men tezdan qaytam. Sağ bo'l. Esanmisiz? Esanmisiz? Men tezdan qaytam. Bolani bo'lmada qoldirdim. Ko'z quloq bo'larsiz-mi? Albatta, siz birda qo'yg'irmag'iz. Rahmat yopsin. Ayi, Qizim, men politsiyaga boram. Meni yo'qotma deb shaltiradim. yarar edi, yarar.
Isanmisiz? Tinglayım sizni. Afo et qizim. Bek o'ng'aysiz vaqtda keldim axiri. Menga Ahmad afandi kerak edi. Atiyim edi tugul. Demak sen uning qizi bo'lasan. Meni xatirlamaysandir endi. Ul vaqtda bek kichkina eding. Men Dmitriy. Ilkiga ko'rshigiz. Dmitriy aboy, xatirladim. Zinhar kirigiz. Yo'q, kirmayman. Ating uyda yo'qmi? Politsiya uchastigida. Uchastikdami? Narsa bo'ldi? So'ramag'iz Dmitriy aboy, bek zo'r qayg'imiz bor. Bularning o'z qayg'ulari yetarli ekan. Eng yaxshisi bir shumasqa. Kirigiz Dmitriy aboy. Atiyim qaytgancha shay qo'yim sizga. Kerakmi qizim? Rahmat. Kirib turmayman. Men bizning eski yurt yonidagi qunaqxonada. Sen Ahmadga bir narsa deymi? Bir shumayg'ani. Salomimni yetkazirsan, yoraymi? Aytirman. Sog' bo'l. Sog' bo'lasiz. Anlaşıldı. Ahmet yordam etolmas. Ne ishlarga endi hozir? Politsiyaga topshirmay hali yo'q. Ular ne ishlasin? Tilsiz bola. Birer yetimlar yurtuna topshirdilar endi, vassalam. Hechmasam o'z elingda bo'lar. Xayrli kunlar. Men sizga ko'pmi teyish? Ketasizmi? Ey. Hozir qarayim. Dmitriy bu mahallani unutib olmagan. Mandagi qonaqxonada qona turgandir. Nergis? Bolam. Meryem. To'xta. To'xta bolam. To'xta. Meryem, to'xta sana. Meryem. To'xta. Kel kızım, bağrım. Anne. Kızım benim. Ankayım. Canım. Anneyim. Söyleşti. Bola söyleşti. Meryem, söyleşiyorsun Meryem. Canım. Bağrım benim. Ahmet sen? Bu senin oğlun mu? Ey benim anağım Dmitriy. Sen taptın bana. Demek, men Gretsiyadan necha shoqirim yo'lni sening unug'ing uchun o'tdimmi? İşan almayayım buna. Eti. Yarıyalı kelgen biz bunda. Yoksa Meryem'in bile kavuşalmasıydım. Annesinin birden biri. Allah senden razı olsun Dmitriy abi. Ne dileğin bulsa şunu birsin. Ne dileğin bulsa Rahmat birsin yapsın. Rabbim. Qaytib ketgancha jon do'stimni ko'rayim degan edim. Matur kızım benim. Koşta! Koştanı qutqarg'iz Yelena. Bebeğim o dışında kaldı. Kurtarın sana. Ahmet. Ne bo'ldi? Bebeğim o dışında kaldı. Qayda? Kurtarın. Zinhar için. Ahmet. Zinhar. Bebeğim. Dmitri. Bebeğim o dışında kaldı. Bebeğim.
Oy rahmetler yapsın sen Ahmet. Rahmat. Senin halin aybatmi, Dimitri? Aybat Ahmad. Rahmat sana. Ayda, tur ayda, tur. Tegi yong'in bo'lgan kunni xotirlaysingmi, Ahmad? Ko'stini yong'indan yulib olgan kunni. Xotirlayim, Dimitri. Anne. Hozir senga rahmat. Canım. Hörmətli tamaşaçılar, kişilərinin көңелләрен яулауның иң мөһим бер юлы һәр вакыт аларга ярдәм итү мөмкинлегеннән файдаланудадыр. Мондый мөмкинчелек булса, 1 минутта уйламыйча шунда ук яхшылык кылырга кирәк. Күңелләребезне һәр вакыт игелек кылу теләге биләсә иде.